Angren shahrida ko'p qavatli uyning tom qismi noqonuniy ravishda xonadonga aylantirilganligi aniqlandi. Toshkent viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi xodimlari tomonidan Angren shahri Yangiobod qo'rg'oni hududida o'tkazilgan nazorat tadbirlari davomida ko'p qavatli uylarning birida uy-joydan foydalanish tartiblariga mutlaqo zid bo'lgan holat aniqlandi. Nazorat tadbirlari davomida inspeksiya xodimlari tomonidan xonadonga kirilganda u yerda jadal ravishda ta'mirlash ishlari olib borilayotgani, uyning shift qismi buzib tashlanib, yuk ko'taruvchi konstruksiyalarga shikast yetkazgan holda zina o'rnatilib, ushbu zina orqali tom, ya'ni cherdak qismiga noqonuniy chiqish yo'li tashkil etilgani, tom qismi esa xonalarga bo'linib, yashash uchun mo'ljallangan xonadonga aylantirish ishlari tezkor suratda davom etayotganligi aniqlandi. Mazkur noqonuniy harakatlar bino konstruksiyasining seysmik barqarorligini susaytirib, yuk ko'taruvchi to'sinlarga ortiqcha yuklama tushishiga sabab bo'ladi. Holat yuzasidan mulkdorga bugun O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarligi to'g'risida kodeksining tegishli qismiga binoan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Majburiy tartibda bartaraf etish uchun sud organlariga yuborilishini ma'lum qilamiz. Ushbu holat yuzasidan inspeksiya xodimlari tomonidan huquqbuzar shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 159-moddasining tegishli qismlariga muvofiq bazaviy hisoblash miqdorining 50 barobar miqdorda jarima jazosi qo'llanildi. Eslatib o'tamiz, bunday harakatlaringizga nafaqat ma'muriy javobgarlik choralari, balki jinoiy javobgarlik ham qo'llaniladi. Ayni paytda reyd tadbirlari respublika bo'ylab davom etmoqda.